aynan gepatiti bor, S'si bor ayol kishi qabulga kelishdan oldin qaysi analizlarni topshirish kerak? O'zi homilador bo'lmoqchi bo'lgan ayol, demak biza umumiy qon, siydik va C gepatiti bor o'zi hali homilador bo'lmasdan bo'lgan ayollarda unda albatta biza bioximik analizlarni tekshirishimiz kerak. Unga nima kiradi? ALT, AST, bilirubin va titrini ko'rishimiz kerak. Agarda virusniy nagruzka bo'ladigan bo'lsa, titriga qarab turib, birinchi balki davolash kerakdir, keyingina ruxsat berganimizdan keyin homilador bo'lgani yaxshiroq. Mastopatiya haqida ma'lumot bering deb so'rashgan. Shu bo'yicha. Mastopatiyani endi aytib ketishim kerak. Ko'proq mastopatiya 35, 36, 38 yoshlarda ko'proq uchraydi. Protsent uchrash ehtimoli ko'proq bo'ladi. Mastopatiyani asosan bunaqa ayollarda ularning shikoyati hayz sikli kelishidan oldin og'riydi, ishib qoladi, o'zim ishib ketaman deydi. Bunaqa ayollarni albatta biza mammografiyaga yoki UZIga yuborishimiz kerak va kerak bo'lsa onkomamologga maslahatga yuborishimiz shart bo'ladi.